Sening birinchi marta beton quyishga chiqqan do'sting. Alo, o xotin. Ha, boshladi ishni. Olib yotibmiz biz ham. Qizlar? Qanaqa qizlar? Qizlar yo'q batta, yo'q. Bitta. Gradus issiqda qaynoq joy ham boshqacha ketadi-da. Nodir aka, turing. Usta chaqiryapti. Nodir aka, usta chaqiryapti. O xotin. Ha, ishlayapman quyoshda 50 gradusda. Yo'q qizlar, yo'q. To'ydirding-ku qizlar yo'q bu yerda. Bo'pti. Qachon kech kirib, qachon ish tugab uyga ketar ekanmiz a? Bu issiqda odam ezilib ketdi-ku, ezilib. Na bir obeddan darak bor. Bugun obed berarmikin o'zi bizga? Yo ertalabki somsa bilan xayr maktabimmikin? Obedga o'zi nima ovqat ekan-a? Menimcha shu qo'y go'shida oshdirov yoki ko'skovi shashlilarmikin-a? Qaysi birini yesamikin-a? Ishqilib ko'skovi shashli deb piyoziga uksus sepgan bo'lsin-da. Ichgani ham choy bilan billa o'tgan yilgidan qolgan qora gilosda kompotidan qo'ysa kerak-a. Juda ketadi-da issiq kunda muzdekkina bo'lib, a. Tavba, o'ylagan sari battar och qolib ketyapman-a. Shogird, shogird, shetonni olib kel, shetonni. Usta, araq olib kelim, razimga pivo olib kelim yo. O'minga urvinni olib kel, shetonni mana uni olamiz. Qolin. Usta, mashina shayton, mashina. Mashi bo'ladi. O'minga shunaqangi gap shunmaydigan shogird qo'llarga jon qo'yasiz. Mana shu shayton bo'ladimi? Kommentariyada yozib qo'yinglar, bu nima deyiladi o'zi aslida? Urvinmi, shaytonmi? Bo'lar ekan-ku hayot, mana bo'lar ekan-ku. Hayot bugun boshqacha endi. Boshqacha kechikiradi hayot, boshqacha. Hamma pul bor-ku, betonchilarda ekan. Pulni ko'pgina olib, Cobaltda minib yuradigan ham betonchilar bo'lar ekan. Oldini kelib katta gapiradigan ham betonchilar bo'lar ekan. Mana endi shu desalaring kibrni sindirish uchun betonchilar bilan yuribman-da endi. Like bosib qo'yasizlar, betonchilarga jo'natib qo'yasizlar ushbu videoni. Sog' bo'linglar. Sochlari, go'zal qalam qoshlari,